nematoda bor, korkerut bor, fuzarioz bor. Ha? Xo'p, pomidorni ekdingiz, ekishingiz bilan birinchi suvingizga organik F berasiz. Trixiderma aspiril. Hech narsa suv bilan berasiz. De, orada 2 kundan keyin besli BV ni berasiz. U nematoda ekan. Uni orasida hech narsa bermaysiz. Yo'q, kapilnidan beraver. Profilaktika bo'lsa, kapilnidan beraverasiz. Bo'lmaganlar quysa bo'ladimi? Tubida. Bo'ladi. Bu kapilnidan oson-ku. Endi ko'p odamda yo'qda masalan kapil. Bo'lmasa bo'g'izdan quysangiz bo'ladi. Bo'lmasa bo'g'izdan quysangiz bo'ladi. 2 kundan keyin besli BV ni quyasiz. Hektariga 10 litr masalan. Gektariga 10 litr suvni ahamiyati yo'q. Sotiga olib ketaverasizlar. Bir xil tonnasiga 10 litrga qancha qo'shiy deydi. Yo'q, bunaqa narsa yo'q. Xuddi shunday. Xohlasangiz 10 sotigizga 100 tonna suv bermaysizmi? Eng asosiysi mana shu 1 litr ichidagi mikroorganizmlar mana shu 10 sotikga bir xil tarqalib bersin, bo'ldi. Ikkinchisini 1 oydan keyin, uchinchisini 1 oydan keyin. Ildizga bo'ldi. Kasalligiga, zarar kunandaga mana shu ikkalasi.